Assalomu alaykum, hurmatli Jannat makon o'lkamizning farishta yuzli insonlari, barchangizga xayrli kelish, barchangizga bag'ishlab joy bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizda, fayzli xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mardimiz albatta hurmat va ehtiromlar davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Bahodir akamni davra markaziga chorlab qoladim. Shu yerda bo'lsalar bitta gulbira asfaltlar bilan birgalikda Bahodir aka tavalludingizlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar, bugungi shukrona kunlaringiz 63 payg'ambar yoshlaringiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlar nomidan bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurdikki, nimagaki ancha bo'ldiki o'g'il qizlaringiz murojaat qildilarki, yaqinda oilamizning ustuni, bizning qiblagohimiz, ishongan tog'imiz bo'lgan tirik xalqonimiz, padarimiz urfonimizning tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari biz uchun yilib yugurib mehnatlar qilgan, biz uchun eng yoshlik, chiroyli umrni bizga baxshida etgan, hali hanuzgacha faqat bizni deb ishlab kelayotgan otajonimiz bugun 63 payg'ambar yoshlarni qarshi oldilar. Xohladiki otajonimizga eng aziz sovg'alarni keltirsangiz, nimagaki bizning dadajonimiz biz uchun jonimizdan-da aziz. Qiblagohimiz, ishongan tog'imiz, aynan siz uchun Bahodir aka dunyodagi eng aziz va muqaddas sovg'alardan biri bo'lgan buyuk Rahmonning kalomlari tushirilgan. Albatta otajonimiz har doim bizlarning duoda bo'ladilar deb aynan siz uchun chiroyli joy namozlar keltirganmiz. Albatta farzandlarni duo qilishdan charchamang. Bitta guldiraz qasanglar bilan birgalikda. Rahmat Bahodir aka, bugun valyutayo'nlar, joy bayramlar, bugungi shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Agar mumkin bo'lsa shu yerga Manzura opani taklif qilsam bo'ladi. Agar shu yerda bo'lsalar, bitta guldiraz qasanglar bo'lsa, rahmat Manzura. Manzura opa, albatta sizga ham Bahodir akamning tavalludi yo'lida tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Xonadoningizdagi shodiyonalar sizga ham muborak bo'lsin. Albatta bugun Bahodir aka sizni tabriklab birinchi galda albatta Manzura opam nomlarida. Qolaversa o'g'illaringiz Zamir akam, Amir akamlar nomlarida. Kelinlaringiz, nabiralaringiz Asmiraoy, Afruzoylar, Amiroylar nomlarida. Qolaversa joni jigaringiz bo'lgan okajoningiz Abdurauf akam nomlaridan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib bo'lgan sovg'a salomlar, aynan siz uchun ajoyib bo'lgan chiroyli bosh oyoq sarpolar bor. Agar mumkin bo'lsa Abdurauf akamni shaxsan o'zlarini taklif qiladi, chiroyli qilib ajoyib bo'lgan to'llarni, qalpoqlarni kiygizib qo'yadilar. Mumkinmi Abdurauf akamdan? Keling, joni jigaringiz bo'lgan okajoningizni markazga chorlab qoladim. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan to'nlar, qalpoqlar, albatta barcha oila a'zolaringiz nomlaridan bitta guldi bo'lachi bo'lgan bayramlar muborak bo'lsin. Bitta xalq hammasi emas, aynan siz uchun farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, ota-onamiz biz uchun eng aziz bebaho insonlarimizni aynan sizlar uchun albatta Bahodir aka, Manzura opa farzandlar nomidan chiroyli esdalik portretlari bor ekan, albatta qanchagina sarosasida qabul qilib olasizlar. Rahmat. Ajoyib bo'lgan portretlar, ya'ni esdalik portretlari muborak bo'lsa, albatta farzandlar boshiga har doim Bahodir aka sog' salomat bo'lib yuring. Farzandlarni duo qilishdan charchamang. Kelajakda ko'pdan ko'p nevara, chevarlarga ham albatta to'ylarda bosh bo'lib yuring. Sindirdim ularning dil holini, ko'zini yoshini oqizdim faqat. So'ramay qo'yibman hatto holini, otam g'animatdir, onam g'animat. Duosini olishni o'ylamaman hech. O'ksik ko'ngillarim ovlamaman hech. Sir qolsa qoladi barisiga kech. Otam g'animatdir, onam g'animat. Boylik deb pul uchun yuguribman, do'zaxga yo'l uchun yuguribman, baxtimni qizg'onib qilibman ta'na. Otam g'animatdir, onam g'animat. O'zimcha ulg'ayib katta bo'libman, ko'chada narkasga mehr beribman, shaytonning bog'idan gullar teribman. Otam g'animatdir, onam g'animat deb mana shunday javob bo'lgan satrlar albatta farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar muborak bo'lsin. Albatta keling, gapdagi navbatda aynan siz uchun farzandlaringizni tanlab istalganlik binoan davramizga nihol mukofotini sovrindorini Shahzod Begeshtayev davra markaziga chorlab qoladi. Otajonlar haqida chiroyli qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Albatta o'g'il qizlar nomidan qabul qilib olasiz. Guldiraz qasanglar bilan birgalikda marhamat. Tabriklaymiz farzandlar zamonadan qabul qilasiz.
bugun joriy tanzim qo'shiqlar aynan shu albatta Amerika qolaversa kelinlar unda berilgan nomlardan qabul qilib olasiz. Albatta hali bu hammasiga ba'zi nimaga kim tug'ilgan kundaji bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi jinozaga qilmasak deb aytganimda sababli aynan siz uchun chiroyli tortlarimiz ham bor. Keling basham chiroqchilarni yoqib beraman. Albatta endi chiroyingizga qilib shamlarni o'chiramiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizni amalga oshiradigan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Cha-cha-cha, happy birthday to you. Cha-cha-cha, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cha-cha-cha, happy birthday to you. Cha-cha-cha. Rahmat albatta barchangizga. Keling, men birinchi galda mikrofonni agar mumkin bo'lsa bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ya'ni farzandlaringizni onasiga bersam chiroylilarni birinchi galda Manzura opamdan eshitsak. Manzura opam ketib qoldi. Keling, qizlarga mikrofonni bersak, kelinlardan chiroylilarni eshitsak. Keling, baxtlarga beramiz mayli. Otajonimizdan xursand qilamiz bo'lgan farzandlarga ikki ovoz yashirlarni sizdan eshitsak. Manzura opam. Xudodan gapirsangiz. Assalomu alaykum mehmonon. Shomadeton, dargo hamoba, nuri didem, roji salam. Ammotonba rahmat, shmomiyam rahmat. Rajaynam sabr. Daronu sarimomba savob. Assalomu alaykum. Do'stlar ikromi. Avvalambor hurmat qilinglar o'rtoqlar. Rahmat. Do'stlar ikromi boshimga rahmat. Ana qadar dordari azizim. Buna hurmat qiling. Xudo hurmat qiladi. Saribat shoshonba sog'-salomat qildi. Avvalambor ko'p xudoning qudrati va qo'to'ri ko'p. Amayam Allohning qudrati. Ana hashma. Niyat boshqarasiz. Menimcha umidagi do'stlarim hamma niyat boshqarmasin. Faqat rizoyingiz va bilimlarga berilgan. Hamma niyat boshqarasiz. Rahmat. Achoyam niyat boshqarasiz. Xudosh yordashamat. Rahmat, hurmat o'shonlar. Rahmat to'g'risida rahmat chiroyli rahmat sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarda chiroyli shoh tanalar bilan davom ettiramiz. Barcha yo'llarga o'tib boriladi. Davra markazga chorlab qolamiz. Hammamiz birgalikda raqsga tushamiz. Zero bayram deymiz. Marhamat yo'ldagi romanchilar raqslarga. Hey!
Sağ salomat bo'lib bahodir yana bir bor tavalluddan muborak bo'lsa, albatta uzoqlashmaymiz. Hammamiz yaqinroq turib olamiz va esdalguvchi rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa albatta tanish sarvaraqlarga muhrlab qo'yamiz va xabargandagi navbat fotosessiya barchani birgalikda taklif etib qolamiz. Shu bilan birga albatta jonli qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Dahor mukofot sovrindorida barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta oqshomingiz xayrli o'tsin deb rahmat barchaga. Dadamın sayesinde
사랑